birgina ehson do'stlar mana shu bolani hayotini saqlab qolishi mumkin. Bugun siz ko'rayotgan mana shu bola, ko'ryapsizlar, o'simta bilan kurashyapti. Mana yelkasidagi hozir mana shu Usmonni o'simtasi pazvanochligini o'sha umurtqasini qiyshayishga olib boryapti. Qo'lidagi mana ko'ryapsizlar, juda ham mana ishib ketgan bu qo'li. Bu ham hozir aytmoqchimanki, juda tezlik bilan operatsiya qilish kerak. Mana qarshimda onalari turibdilar. Onalari yana ikkita farzandingiz bor, bundan tashqari, lekin xo'jayinlari yo'q. Xo'jayinlari tashlab ketgan ekanlar, boladan xabar olmaydilar, menimcha. Va do'stlar, bilasizlar, endi bir kishiga, bir ayolga bu juda ham qiyin, lekin hammamizga bu oson. Chunki necha million odam ko'ryapti, arzimagan o'sha 1000 so'mdan deysizlarmi, 10 000 so'mdan deysizlarmi, agar sizlar ehson qilsanglar, do'stlar, hammamizni Alloh ehson qiluvchilardan qilsa avvalo. Turkiya va Hindiston hozircha aniq bir qarorni ayta olmayapti, sababi qo'lida biroz murakkabligi bor edi. Chunki bu limfogioma, ya'ni o'simta 500 dan ortiq qo'lida tarqab ketgan. Muskullarning orasida, tomirlarning orasida, shu sababli yelkadagisi uncha qiyin emas deyishyapti, lekin qo'lidagisi biroz qiyinroq. Menimcha hammamizda bir tanishimiz bor, mablag'i bor odam, o'shalarga jo'natib qo'yinglar. Do'stlar, Alloh hammamizni ehson qiluvchilardan qilsin. Bolamiz iloyim sog'ayib ketsin.